O'tkir Hoshimovning bir bitiklarida bir ajoyib nima bor, satr bor. Aytadiki, men bozorda deydi bir ayolni ko'rib qoldim deydi. Juda kelishgan ekan, chiroyli ekan. Erkak kishi men to'g'risi hayol o'tdiki, xotining bo'lsa shunaqa bo'lsa-da dedim. Keyin bir mahal deydi, haligi ayol kim bilandir tortishib qoldi. Keyin janjallashib ketdi. Endi og'zidan shodi kirib boda chiqyapti. Haligini ko'rib, mana shunaqa xotindan Xudo asrasin dedi. Ya'ni tashqi go'zallik hal qilmay qoldi. Erkakda ham xuddi shunaqa. Moddiyati zo'r ta'minlayapti, lekin axloqi buzuq. O'zini shaxsiy axloqi buzuq. U nasihat qilish tugur, o'zining axloqi chatoq. U muhabbatni sindiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Inson hayoti faqat moddiyatdan iborat emas va moddiyatdan xoli ham emas. Inson o'zi shaxsiy hayotida ham faqat moddiy yeb-ichishlar bilan kifoyalansa, u insoniy hayotni yashay olmaydi. U ruhiy ishlarga, tuyg'uga oid ba'zi bir harakatlarga muhtoj bo'ladi. Hatto mana hozir ko'ring, g'arb mamlakatlarida shu insoniy tuyg'u ehtiyoji tufayli odamlar hayvon boqadi. Insoniy munosabatlarni uzib qo'yishgan, farzand ko'rish yo'q yoki farzand bilan ota-ona o'rtasida mehr yo'q. Shu mehr bermasa, nimadir insonda energiya to'planib qoladi. Yoki mehr olib turmasa, inson o'zida demak noqulayliklar sezadi, hatto kasalliklar kelib chiqadi. Shuni aniqlashib, tajribada ko'rib, xulosa qilishganki, demak shu insoniy munosabatlar bo'lib turish kerak, jonzotlar bilan munosabat bo'lish kerak. Shuning uchun bolasi yo'q, farzand tug'magan, katta qilmagan, endi qo'pol qilib aytganda kuni hayvonga qolgan, lekin shunday qilib bo'lsa ham o'sha insoniy tuyg'uni, ya'ni moddiyatdan tashqari olamni hisobga olinadi. Shaxsiy hayotda ham shunaqa, oilada ham shu. Erkak kishi zimmasida moddiy ta'minot vojib, lekin ma'naviy majburiyatlari ham bor. Mana shu e'tibordan demak erkak kishi ota sifatida, oila rahbari sifatida ma'naviy jihatdan ham u oilada yetakchi bo'lishi kerak. Shuning uchun qadimdan bizning ulamolarimiz kitoblarda erkak kishi ayoldan ko'ra ilmli bo'lishi kerak degan. Nimaga desa, u haqiqatan shu ilmda ustun bo'lishi kerak. Ma'naviy jihatdan ham demak uning burchlari borligi e'tiboridan shunday deyilgan. Keyin Qur'oni Karimda masalan ayolini, farzandlarini tarbiya qilishda nasihat qilish vazifasi erkakka yuklanadi. Erkak oilada nasihatgo'y ham bo'lishi kerak. Nasihatni qayerdan oladi? U o'zida ilm bo'lmasa, demak oilaning ma'naviy jihatdan tartib intizomida ham erkakning demak hissasi nihoyatda muhim. Dinimizdagi mana shu topshiriq erkakka nimani anglatadi desa, erkak oila qurishda faqat puli bo'lsa, uyi bo'lsa-ila kifoya, uylansa bo'laveradi emas. Yoki o'g'il tarbiya qilayotganlar, bolamiz mana kasb hunarli qildik, mana uyi, mana joyi, mana nimasi, ishxonasi, bo'ldi uylasak bo'laveradi emas. Balki erkak oilada nasihatgo'ylik qila olishi kerak. Ma'naviy jihatdan kamko'sini to'ldirish, tartibga solish bo'yicha ham salohiyatga ega bo'lish kerak. O'g'il tarbiya qilayotganda xuddi mana shu narsani e'tiborga olish kerak. Oldinda mana biz bobolarimiz, ajdodlarimiz masalan uylanishda, oila qurishda juda moddiy jihatdan juda kamsuqum bo'lgan, kamchiqim bo'lgan. Juda oddiy bo'lgan. Lekin nega 5 ta 10 ta farzand katta qilib saodatli yashagan? Chunki ma'naviyati yaxshi bo'lgan. Hozir biz moddiyatni nihoyatda joyiga qo'yapmiz. Shu ma'naviy qashshoqlik tufayli oilalar saodat topolmayapti. Nimaga shunday degan savol berishingiz tabiiy. Shu Alloh yaratgan insonni tabiatidagi qonuniyat shunaqaki, kishi zohiriy go'zallikni ham yaxshi ko'radi, lekin ma'naviy go'zallikka oshifta bo'ladi. O'tkir Hoshimovning bir bitiklarida bir ajoyib nima bor, satr bor. Aytadiki, men bozorda deydi bir ayolni ko'rib qoldim deydi. Juda kelishgan ekan, chiroyli ekan. Erkak kishi men to'g'risi hayol o'tdiki, xotining bo'lsa shunaqa bo'lsa-da dedim.
Keyin bir mahal deydi, o'shada u bu narsa qilib o'rlashib turuvdim. Haligi ayol kim bilandir tortishib qoldi. Keyin janjallashib ketdi. Endi og'zidan shodi kirib boda chiqyapti. Haligini ko'rib, mana shunaqa xotindan xudo asrasin dedi. Ya'ni tashqi go'zallik hal qilmay qoldi. Erkakda ham xuddi shunaqa. Moddiyati zo'r ta'minlayapti, lekin axloqi buzuq. O'zini, shaxsiy axloqi buzuq. U nasihat qilish tugur, o'zining axloqi chatoq. U muhabbatni sindiradi. Yoki ayol tashqi go'zalligi yaxshi, lekin ichki olamida g'alizlik bo'lsa, bu ham muhabbatni sindiradi. U tashqi go'zallik ham muhabbatni jalb qiladi. Lekin u 100% emas. U boshlanish uchun, tanishish uchun, yaqinlashish uchun birinchi qadam. Ammo bardavom bo'lish uchun ichki go'zallik kerak. Erkak, ayol albatta bir-birlarini chiroyli, ko'rkam, go'zal bo'lishni istaydi. Bu Alloh insonga bergan ajoyib bir xislatki, insonni Alloh o'zi jamil. Innalloha jamil yuhibbul jamal. Alloh go'zallikni yaxshi ko'radi. Insonni ham shunaqa yaratgan. Go'zallikni yaxshi ko'radi. Ammo faqat tashqi go'zallik bilan emas insonning hayoti. Chunki insonning ma'naviy hayoti bor, ichki olami bor. Shu ichki olami go'zal bo'lishi kerak. Nimaga shunaqa qilgan Alloh insonni desa, tashqi go'zallik ko'pincha insonning qo'lida bo'lmaydi. Lekin ichki go'zallikni Alloh insonning qo'liga bergan. Uni xohlagancha go'zal qilish mumkin. Uni xohlagancha, demak, tarbiya qilish mumkin. Ma'naviy ta'minot deganda birinchi ana o'sha shaxsiyatdan kelib chiqadigan ma'naviy ta'minot. Masalan, siz o'g'lingizga o'qishiga pul beryapsiz, ayolingizni ilm olishiga ta'minlayapsiz. Baribir moddiy ta'minot u. Ammo ma'naviy ta'minot bu go'zal xulq bilan bo'ladi, shirin so'z bilan bo'ladi, yaxshi xayrixohlik bilan, samimiyat bilan bo'ladi. Mana bu narsalar insonni o'ziga jalb qiladi. Mana shu narsalar haqiqiy muhabbatni kasb qiladi. Ko'pincha ro'za tutayotgan erkak charchoq yoki ochlik sabab asabiylashib qolishi mumkin. Bunday holatda oiladagi muhitni buzmaslik uchun qanday yondashuv muhim? Ko'pincha och qolishganda sal asabiylashish kuzatiladi-da. Uni biz oqlaman qo'yishadi bizda, erkak kishining muhabbati jig'ildonida deb. Erkak kishida energiya katta-ku, shu katta energiya katta ozuqa talab qiladi. Shuning uchun erkak kishida shunaqa ozuqaga nisbatan, demak, ko'proq intilish bor, ko'proq talab bor. Lekin bunday vaziyatda erkakka nasihat qilish kerakmi, ayolgami? Ayollarimiz masalan erining mehnat tarzi, jismoniy talablari qanday sharoitni taqozo qiladi, buni hisobga olib, shuni ehtiyotini olishlari kerak. O'sha och qolganda asabiylashib muhitni buzish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Qo'pol qilib aytganda nafs uchun bo'ladi. Masalan, ayol kishi uyda xizmatda gohida bolasi band qilib qo'yadi, gohida kimdir telefonga chaqirib qoladi, kimdir nimadir qaynona bilan bo'lsa, ular bilan band bo'ladi. Ulgurmay qolishi mumkin. Shuning uchun inson bir-birini tushunishga urinish kerak. Shuning uchun er-xotinlik munosabatlaridagi eng yaxshi qoidalardan biri yaxshi gumon bo'ladi. Ko'pincha erkaklarda bo'ladi, masalan, ovqat sal boshqacha bo'lib qolsa, achchiq qilib chap tashab qo'yadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar-ki, Rasululloh alayhi vasallam taomni yaxshi ko'rib, ishtahalari tortsa yerdilar. Bo'lmasam yemay qo'yaverardilar. Boshqa narsa bilan, non bilan, nima bilandir oshqozonni yupatib qo'yaverganlar. Nimaga shunaqa desa, chunki oziq-ovqatga bunchalar e'tibor berish to'g'ri emas o'zi. Endi ba'zi odam aytishi mumkin, biz harom yemaymiz, harom ichmaymiz, shirin ovqatdan maza qilishimiz kerak deydi. Bu bir jihatdan to'g'ri gap. Lekin inson nafsini qancha tarbiya qilsa, o'zi ruhan shuncha kamolot topadi. O'zi uchun yaxshi bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda bitta qoida bor. Zuhd bo'lish kerak. Zuhd nima desa, zuhd bu bir narsadan undan yaxshi narsaga intilish orqali mana bu xohishni cheklash. Masalan, kishi oxiratning savobiga intilib, dunyoni ba'zi bir lazzatlaridan o'zini tiyadi. Nima uchun desa, oxiratdagi yaxshi bo'lgani uchun o'zi. Xuddi shuni singari, ya'ni er-xotin bir-biridan istayotgan narsalarda ba'zan zuhd kerak bo'ladi. Hamma xohishimiz, talabimiz bitish shart emas. Ba'zi narsalarda er-xotin bir-biriga nisbatan zuhd xulqi bilan munosabatda bo'ladi. Shunda ikki tomon tinch bo'ladi. Hamma talabimiz amalga oshsin desak, sherigini qiynab qo'yasiz. Ba'zan otani oilada jismonan bor bo'lishi bilan ruhiy jihatdan mavjud bo'lish o'rtasida farq bo'ladi. Sizningcha farzand tarbiyasida otaning haqiqiy ishtiroki
nimada namoyon bo'ladi. Ba'zida farzandlarimiz otasini hatto haftalab ham ko'rmasligi mumkin. Uxlayotgan paytda otasi keladi, ertalab maktabga chiqib ketishadi. Shunaqangi bir to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu yerda ba'zi bir qonuniyatlar bor baribir. Birinchisi erkakning o'zi, otaning o'zi farzandlarni ta'minlab qo'yish bilan kifoyalanmasligi kerak deyapmiz u. U ma'nan rishtasi bo'lishi kerak bolalar bilan. Oldin bo'lmasa hozir imkoniyat borki, oldin safarga chiqib ketgan, tamom, endi 3 oy kutamiz dadamizni deyishgan. Hozir har kun gaplashsa telefoni bor. O'g'lim maktabdan keldingmi deb telefon qilib qo'yish mumkin. Qizim o'qishingiz qalay bo'lyapti deb qo'yish mumkin. Eng qizig'i, o'sha bolaga o'smir yoshida ayniqsa otaning mehri nihoyatda katta quvvat bo'ladi. Endi ba'zi gaplarni ona orqali gaplashishi mumkin, ko'proq qizlar bilan. Lekin o'g'illar bilan ona orqali gaplashishadi-yu. O'shunga hojat yo'q. Qizlar bilan ham ko'pincha otani muloqoti yaxshi bo'lsa, otadan yaxshi mehr ko'rsa, qizlar ham o'ziga ishonchli bo'ladi. Bolani ya'ni oyoqqa turgunicha yeb ichirish bu tanasini aytaylik ta'minlash bo'lsa, ruhiyatini muloqot ta'minlaydi. Ilm va muloqot ta'minlaydi. Endi bu yerda ikkinchi masala bor. Onani ham o'rni katta bo'ladi. Onamni eslayman, har to'rtta gapini bitada dadang, otang deyaverardi. Bu otamiz o'tib ketgandan keyin ham har ishda dadang bundoq derdi. Har orada dadang bundoq derdi degan gapni ko'p gapirardi. O'sha onaning otaga bo'lgan munosabati farzandlarning ota bilan muloqotida juda katta o'rin tutadi. Tursunoy Sodiqova, Alloh rahmatiga olsin, hojona buyuk shoiralarimizdan bo'lgan juda yaxshi mutafakkir ayol edi. Biz farzandlarni otang deb tarbiya qilganmiz, shuning uchun oson bo'lgan deb qo'yardi. Bu oilada juda katta, demak, tarbiya uchun juda katta, demak, ahamiyat kasb etadi va ota bilan farzandlar o'rtasidagi muloqotda juda ijobiy natija beradi. Farzandlar ko'pincha ota-onaning muomalasini kuzatib ulg'ayadi. Otaning onaga bo'lgan munosabati bolalarning kelajakdagi oilaviy qarashlariga qanday ta'sir qiladi? Otadan ko'proq boshqaruvni o'rganadi. Onadan itoatni o'rganadi. Shunda otaning boshqaruvida qo'pollik, dag'allik, yana shunga o'xshash tushunmaslik kabi illatlar bo'lsa, haligi onaga nisbatan behurmatlik avjida bo'lsa, ota bolalarda xuddi shunaqa dunyoqarash shakllanadi. Qonuniyatda otaning ayoliga bo'lgan behurmat munosabati yoki haligindek qo'pol munosabatlari farzandning dunyoqarashida albatta iz qoldiradi va yomon tushunchalarni paydo qiladi. Ota shunaqa o'zini usha olmaydigan, behuda janjalkash va hokazo shu narsa oiladagi mayda gaplik farzandlarning dunyoqarashini shunaqa tor qilib qo'yadi. Ota-onaning inoqligini ko'rish bor-ku, bola uchun eng katta motivatsiya shu. Ular oilada er-xotin sokin yashasa, bir-birlarini tushunib, ehtirom bilan yashasa, munosabatda bo'lsa, dunyoni go'zal taniydi. Ota-onaning qilgan xatolari tufayli bola cho'kib qolgani, hayotga qiziqmay qolgani, u jamiyatga qiladigan xizmatlardan chekinib, hech kim bo'lmay yashayotgani ko'zga ko'rinmaydi. Yashayaptimi bo'ldi. Aslida mana shu oilaviy xatolar bo'lmasa, shu farzandlar kelajakda juda katta ishlar qila oladigan bo'ladi. Lekin ularning ruhiyati sindirib qo'yiladi. Aynan mana shu oilada sinib qoladi. Inson psixologiyasi o'ta nozik. Farzand tarbiyasini zargarlikka o'xshatish mumkin. Nimaga desa, u qimmatbaho bo'ladi. Nimaga desa, zargar shunga mehnat qilgan. Sabr bilan, lekin u sabr talab qiladi, ilm talab qiladi. Qo'ldan kelgancha, bilgancha qilsa buzib qo'yadi. Usta ko'rish kerak. Ilmini olish kerak. Keyin o'sha ilmini tatbiq qilishda sabr matonat kerak. Oila tarbiyasida ham xuddi shunaqa sabr matonat bilan bo'lish kerak. Baribir ota masalan g'azabini qaysidir darajada yutish kerak. Ona o'zini tartibga solish kerak, farzandlarini demak ruhiyatlarini saqlash uchun bo'lsa ham. So'zimiz yakunida endi Ramazon oyi bilan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz va otalarning Ramazon tabrigi bo'lsin. Otalar Ramazonda farzandlariga moddiy va ma'naviy jihatdan ta'minotchi bo'ladilar. Alloh mehnatini zoya qilmaydi. Kim nima mehnat qilsa, natijasini, mevasini oladi. Otalarga muborak bo'lsin Ramazon oyi.
va bu tabrigimiz otalar nomidan hamma farzandlarga, ahllarimizga, oilalarimizga yo'nalgan bo'lsin. Barcha oilalarga, opa singillarimizga, jajji farzandlarimizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon oyidan yaxshi yutuqlar bilan, go'zal axloqlar bilan, o'ziga qurbat bilan chiqib borishimizni nasib aylasin va ko'p yillar Ramazonlarni birga o'tkazishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Endi Ramazonda bolalar Ramazon aytadi. Ana shunaqa bolajonlarimizga hamisha Ramazon aytib yurish hech kanda bo'lmasin iloyim.